Inson hayotda o'zini begunoh, beayb farishtadek ko'rsatgandan ko'ra, o'zini xatolarini tan olishi uni hurmatini ko'taradi. O'zini aybini tan olmaydigan, o'zini farishtadek ko'rsatadigan, o'zini bilimdon qilib ko'rsatadigan insonni hech kim yoqtirmaydi. Hamma inson har xil mavzularda bilimsiz. Bittasi u narsani zo'r bilsa, bittasi bu narsani zo'r biladi. Shu uchun bilmadim, xato qildim deyish bilish kerak inson. Va bu insonlarning o'rtasidagi hurmatini ko'taradigan narsa. O'ylab ko'ring, bir inson hech narsani bilmasa, bir insonning hayoti xato bilan o'tsa, lekin u o'zini beayibdek tutsa, farishtadek tutsa, o'zini bilimdondek tutsa, qanaqa ham xun o'tiradi. Bilmadim deyish qiyin emas, xato qildim deyish qiyin emas. Osmon uzilib yerga tushmaydi. Shundagina inson kamolotga erishadi. Bo'lmasam inson ayblarini ustiga, xatolarini ustiga xato qo'shadi. Inson o'zini aybini o'zi tan olsagina, qabul qila olsagina uni tuzatishga harakat qiladi. Eng yomon aldov o'zini o'zi aldash, o'zini yolg'oniga o'zi ishonish. Men yomon inson emasman, men yaxshi insonman. Men yomon inson bo'lishim mumkin emas. Meni hamma yomon deb o'ylash mumkin emas deb o'zini o'zi aldab dunyodagi eng jirkanch odamga aylanadi. Qachon inson pokiza yuradi o'zi desa, o'zini xatolariga, o'zini ayblariga nisbatan xolis bo'lsa, inson xato qiladi. Hatto har bitta inson bolasi, menmi, sizmi, boshqasimi, dunyodagi eng yaxshi deb bilingan odam ham va eng yomon deb bilingan odam ham xatokor. Xato inson bilan yonma-yon yuradi. Haligi bir qoida bor-da, qaysi bir yolg'on narsani rostga aylantirmoqchi bo'lsang, uni takrorlayverasan deydi. Inson o'ziga o'zi takrorlaydi. Men yaxshi insonman. Bir kun ishonmaydi, bir kun vijdoni qiynaladi. Oxiri o'zini yolg'oniga o'zi ishonib qoladi. U rostdek tuyuladi o'ziga. Men yaxshi insonman deyishni boshlaydi. Pokzalikni, farishtalikni da'vo qilishni boshlaydi. Va bu insonni eng jirkanch holatga olib keladi va insonlarning oldida hurmatini to'kadi. Faqatgina o'ziga o'xshagan insonlargina uni hurmat qiladi. Aqlli, xushli, uyg'oq bo'lgan insonlar bunaqa insonlarni hurmat qilmaydi.